Qizlar, bugun sizlar bilan menga uy ishlarida yordam beradigan Gulzoda opani o'zgartiramiz. Bo'ldi, tashlang Gulzoda opa, ketdi. Gulzoda opa judayam xushmuomala, halol va sodda ayollar. Turmushga chiqib va 3 ta qizaloqni halol mehnat bilan tarbiya qilib kelmoqdalar. Va men bugun ularni sochlarini rangi, turmagidan tortib butunlay o'zgartirmoqchiman. Birinchi bo'lib salonga yo'l oldik. Gulzoda opani sochlari quruq va nimjon bo'lganligi sabab sochlariga hech qanday shikast yetkazmagan holda ekler kraskalari yordamida judayam chiroyli rang berdik. Keyingi etap makiyaj. Umuman makiyajsiz yurganlari sabab ularga yengilgina makiyaj qildik va bu o'zlariga judayam yarashdi. Salondan chiqib qorong'i bo'lishiga qaramasdan do'konga yo'l oldik va yoshlariga, didlariga mos ko'ylakni xarid qildik. Shunday qilib kunimiz judayam maroqli o'tdi. Gulzoda opaning ko'zlaridagi quvonchini ko'rib, ichimdan o'zim ham judayam xursand bo'ldim. Qani endi imkonim bo'lsa-yu, jamiyatdagi barcha ayol qizlarni ozgina bo'lsa-da ko'nglini ololsam. Biz ayollar ba'zan uy ro'zg'or ishlaridan, bola-chaqadan ortmay o'zimizga qarashni unutib qo'yamiz. Zero ayol bu jamiyat gultoji, mehr va muhabbat timsoli. Shuning uchun ozgina o'zimizni ham yaxshi ko'raylik.